Muhayyoda umumiy 2 sotixdan iborat bo'lgan 230 kvadrat qurilish maydoni hovli uyimiz sotilyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi lokatsiyamiz Muhayyo 64-avtobazaning ichidan kirganda taxriban 300 metr ichkarida yangi mahallada. Xo'p, bu tarafdan Kalsoydan ham kirib ketsangiz bo'ladi. Gaz svet suvlardan muammo yo'q. Yangi mahalla juda ham zo'r holatda. Ko'rib turganingizdek, 2 etажli chiroyli holatda dizaynlarda qilib qilishgan, panorama aynalarda qilib, ya'ni tepadan pastgacha aynalar, zeleniy zonalar qilingan. Kirishda mana ko'ryapsiz, chiroyli naveslar qilib qo'yishgan. Bitta mashinaga bemalol joy bor. Bu yerga chiroyli bitta sovri qilsangiz, bemalol sovrida yoz kunida maza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Inshaalloh kirib turib biroshdan ko'ramiz. Aytib o'tganimizdek, 115 kvadratdan 230 kvadrat qurilish maydoniga ega bo'lgan xonadonimizni kirganimizda katta holatda bo'lishmagan. Buni o'zi chiroyli qilib bitta katta zal, bitta spalni, xolasi ba'da oshxona, bu tarafda kattagina sanuzel qilsangiz bo'ladi. Bu degani past o'zida 2 xona, tepada 4 xona bor. Bu biroshdan kiramiz tepaga. Xo'p, chiqishimiz bilan chap qo'l, o'ng qo'llarda bizning xonamiz kutadi. Chap qo'lda birinchi kattalar yotoqxonasi. Xo'p, keyingina patologlari bo'lgan, oyoq taylari stяжка, qo'l loyshovoq bo'lgan. Bu tarafda ikkinchi yana bir kattagina spalnyamiz. Xo'p, bu 3-xonamiz. 3-xonamiz katta studiyaning zal, ya'ni mehmonxona. Xo'p, xohlovchilar mehmonxonani katta qilgan holatda mana shu ochiq joy qoladi. Bu taraf oshxonasi. Xohlovchilar pastda oshxona qiladi, xohlovchilar tepada oshxona qilib, bu yerda kattagina qilib bemalol pishiriq uydirlar qilishadi. Bu yerda bo'lsa, mana operatorimiz ko'rsatib qo'ying. Chiroyli balkonchasi bor. O'zbeklarda bunaqa odamlar deyarli qolmagan bo'lsa kerak, lekin ba'zi bir holatda chiqadi. Shu yerda ertalab stol-stullarda qo'yib, qahvalarni ichib, maza qilib o'tiradigan joy. Ayniqsa yoz kunlari, qishki sovuqlarida. Xo'p, oxirgi joyimiz ikkinchi etajdagi sanuzelimizning o'rni. Xo'p, bu xonadonimizning eng qiziq joyi narxida, ya'ni egalari bu xonadonimizni 65 ming AQSh dollarida so'rashadi. Bugun o'ta ham zarlagan, yonib turganligi uchun 50 mingga berib yuboramiz deyapti. Narxdan foydalanib qo'yinglar. Inshaalloh quyidagi raqamlarga bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar telefon orqali. Assalomu alaykum.